Abdullah. Tez. Abdullah. Abdullah, nimanda qilsiz? Kichik bolada chaqirmoqchi o'rningizdan turmaydi ekansiz-ku. Oy. Abdullah. Nima bo'lgandi? Abdullah. Nima bo'ldingiz? Ey. Akşam beşim ağrıvatıdı o davatıdın. Qandaq? Endi saqib qağa o'xshamamsa? Ha? Ey. Pizza. Opa, tuz bo'g'ini. Apa, ma'amsiz yo'q. Endi ma'amsiz biz ketaveramiz. O'chaqda do'nga kelganda harvani kim ishtirish berdik? Shu emasmi? Bo'lmasa dadam sizni o'tkazib qo'ysin. Uxlaveramdiki. Ala. Sizlar texmini aldiratqidek bo'ldinglarmi? Qara bularni. Apanglarni shaharga doim olib yursam, uylik ishlarni sizlar qilamsizlar? Bo'ldi. Mavlan evilanglar. Ala. Kechda nima yeginglar ba? Ha? Nima it beray? Ha, bolam. Opa, kalmant sigim bor. Apa, maktab berishni unutib qolmang. Ukamdan sinf moderi chiqatim dedi. Nima? İç bulmuşum çakır diyorken. İç qilmsam. Voy, xotirjam bo'linglar. Bu balla hech qandaq cho'ng-chataq chiqamaydi. Voy, qog'ozlaringni yig'ishtirib ol. Maktabga o'zim berib, muallimlar bilan ko'rishib kelaman. Sizlar xotirjam bo'linglar, ha? Ma'qulamsiz. Tushda yolg'iz qoldim deb tamoq yeyishni unutib qolmang yana. Mendan ansirmigina? Ey, chaqaraq bo'linglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar keldingizmi? Ha. Maryam ada, men 10 kilo sutni quyatdim ha. Salomat bo'ling. Tinchlikmi? Oy, Sanihacha sizlarmi kirdimi ha? Oy, Sanihacham kiribdi-ku. Qandaq tinchlik Maryam balam tinchlikmi? Xudoga shukr. Balam, avar qildigan bo'ldim. Mush sutni sotqach kelasizmi? Sotqach kelmamdigan. Rahmat. Men qo'yib buningdan tatinmay akirivasizlar. Shunday qilay. To'ydan pach qarab xarajdim sutga qarashlikdan. Buni bilaman. Tag'amdan kesilib xili obdan bo'lib qolgandi. Xudoga shukr qizim. Xili obdan bo'lib qoldi. Pulni hozirlab berib bitdi. Oy, nima qilganingiz bu? Hozir ba'zim bo'ldi. Rahmat. Ma'qul hamma. Rahmat. Qo'shamsa kirib tursizlar. Hay ballar, tez bo'linglar. Asta, nimanda qildigan bu ballar? Bugun tozimi kechikdi. Hey, ballar chaqqan bo'linglar. Bo'linglar. Tez bo'linglar. Xo'sh dada. Tez bo'ling qizim. Bo'linglar. Bugun tozimi kechikdik. Ishtiringlar. Abdullah xo'shamisa. Xo'shamisa. Mera bir ish ekansa, qo'saqlaring eshitdimi? O sepray, ha? Ha, qani. Ha, ye. Kam, ishtirayli. Xo'sh bolalar. Aba, xo'sh. Vaqtida qaytib kelinglar. Ha. Kechirchilar, sizlarni saqlab qo'ydim, ha? Nega kechib qoldingizmi? Atdiganda ozroq ishim chiqib qoldi. Yordamchi. Keling. Men yordamlashay. Rahmat. Maktabga chiqib Astroq. Akin. Bugun bek kechikib ketdingizmi? Hammanglarning vaqtinglarni olib qo'ydim, ha? Kechiksa yo'q, hech bo'lmaydi. Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan. Mana. Kechikadigan bo'ldi. Qanchalik olasiz? Men 1,5 kilo ber. Birdan tutib turing, ha? Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan.
bo'ptila. Yarım kilo alma dediniz. Ha, shundoq. Mana pul. Chaqqaroq bo'lsangiz bo'pti. Aman. Yaxshi. Manga yarim kilo bering. Ma'qul. Heliqi xosiyat degan qiz ko'rinmaydi-ku. Tunogimmi kamidi, bugunmi kamidi? Hacimning o'yidagi xosiyat degan qizni demsiz? Rost ko'rinmaydi. Bir ish bo'lmaganda. Rahmat-da, xo'sh. Manga yarim kilo bering. Xo'jayinni ranjitib qo'ygan biz ketkizyaptimi? Yo'q, ketkizyapmidi. Tunugilla men uni texi qo'rodib ko'rdim. Ular sut almag'ini 2 kun bo'ldi. Ular almagan bo'lsa, boshqalarga setib bo'ldi emasmi? Sut qo'l setilib ketdi. Şuğunisi, o kızga bir iş bulmuşla meyliği. O kızga neymiş bulattı, ensirme. Xudayım sakla. Ay, Danyan, ni要多少？ 半公斤。Danyan, 你腿好一点了吗？好多了。谢谢。那好啊。给。慢走。好，谢谢。간치를 깔았어. Kimdi o? Oy. Kim o? Mani geldim. Bir gün turmen dep ketip. 3 gün turganmı bağmı? Tazımı heddingden içip kettin go sen. Oy. Bugün mi kemigen bolsam, yalğız öyde ölüp kalsam mı? Enkimni çetip koyğudek. Adam çıkmaz ki. Oy bişim. Oy. Gülnisa hacım, sizga nima bo'ldi? Oy, siz... Men tuvandagi do'qmushda sut sotadigan Maryam bo'laman. Qasiyatning sut ag'il chiqmag'iniga 3 kun bo'ldi. Shunga nemish bo'ldi ekan qarab boqay deb chiqib edim. Rahmat. Oy, Keslingiz xil ig'ir o'xshamamdi. hech qisi yo'q. Avaylab men. Rahmat. Yetib aramayling. Xasiyat turpanga tag'isini yo'qlab ketgan. Ay. Ay. Onun ketishiga ham shundoq og'rib yetib qoldim.
Bir gündü kelimen dep ketibedi. Mana bugün 3 gün boldu. Mundaq dаңа, mən texnimiş biraz süt ağıl çıxmaydı ki depdi mən. Öyde başqa bir kim yox mıydı? Eriniz mi öyde yox mıydı? Erinizin işi sizden xeyli çoğun oxşamamdı. Onun alemden ötkeniga 3 yıl boldu. Boptu, artıq qaygırma. Oş, doğru yegengila kesel saqayıp ketmeydi. Anca muncha tamaq yemisin bolmaydı. Mən süt satqanim üçün sütni maqtavatqanim emas. Sütning rastilla jiq kesellik paydası ba. Aras, mən sizga süt qaynatib akirib beray. Undaq qilmang, bu qanchalik ishdi. Mən sizga unchalik ish qilib bersam, nima bo'pti? Bu oshxona uy ekanda. Nim degan chiroyliq. Gülnisa hacım. Atanınız Ürümçide emaskanda? Urug' tuqqan qarindoshlarınız qo'yibadi. Cho'gini naq qo'ygandi. Shundaq chiroyliq, yasidaq uyda odam yolg'iz, yakka yegani yashaganning nima ma'nisi? Cho'gin zodi nadidu? Ölüp ketken erinizning bola chaqa urug' tuqqanlari yo'qmikan? Oy. Gülnisa hacım, men sizni hacimede deb chaqiray, ya? Başqacha o'ylab qolmang. Men bu shundaq chepilga qaraq ayol. Ayol kishining pul dunyosi bo'lgan bilan eri balchaqis bo'lmasa nim foydasi? Oy-ey, yig'lamang, yig'idan nima chiqadi? Ko'nglingizni buzmang. Sütni ıssig'idila ichib bering. Elanga. Bo'ldila, nimaga yig'laysiz? Ko'nglingizni yerim qilmang. Men sütni ichib bering. Issig'ida iching. Bu hacimning behmi talihi bor ekan. O'lib ketsa-mu yop-yosh ayoli hasratdan chekib o'tiribdi. O hayat chig'ida to'liq obro'li kishidi. Manga qarang hojimada. Har qancha obro'li bo'lsaqmi, hamini o'limiz emasmi? Shunsiz fursatni cho'ng tutib, baldırraq farzand yuz ko'rishning amalini qiling. Bo'lmasa, qayrag'anda yolg'iz qolasiz. Yana kelib, shunchalar yasidaq ozod uyda yolg'iz o'tirasizmi? Zerikmamsiz. Kulisiz-ku. Men xato dedimmi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi bilek tortish. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi beden burash hareketi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hala! Kızım. Çok oynadık. Bana oğlum. Çapsa bunu ola. Oy. Oğlum bu yak gide. Kulağına oyna. Aslan çeçinler ya. Hocam korkuna. Oy. Buldu. Abdullah. Çeçine. Abdullah. Bulma. Baya kayıp gelin. Hey, sizin bu yak düşüğe. Baldık oynap Sizin bu yak düşüğe değil mi? Baka oğlum, bak da. Ondan şu ha? Mahvol. Kara ha? Ha kızım ha? Oy! Ha attı! Ha! Hey siz mi çıksınız babam mı? Oy! Oy kilo değil mi? Hey! Eda'nı bozacak kılma! Bulduk ulan. Anne ben sana çocuğa. Aldı falan hepsi. Hayır ulan. Oy. Sadıgan ketey dadısı. Bugün sizge nim boldu? Şunçilik hisobatni tügütemaysiz go. Men go bu kemgeçe pul juturup koymagan deme. Hay, moşu berket bergen ağzınıza. Bu öyüngde yuturup olarak bir narsa bağımtı. Aras Meryem, ben bugün mektapka berip malim bilen körüşüp geldim. Aras, malim nim dedi? Balımız bir iş deyip koymagandı, he? Yok hey, malim kızımızını şehirge ötkep okutuduğalığımızı anlap bek hoş olup gitipti. Xudoga shukri. Malim bir yerdeki otur mektapni okutu seviyesi bek töven. O balla ali mektap ötenmeydi, ötken takdirdimi otur texnikum bilen işçiler texnikum gılı öteleydi deydi. O bizni yana yirakni körer ata-analar dep maqtidi. Oğlumuzni mo zihni bek uçukken deydi. Ular zodi nima demoqchikan? Oğlumuzni mo şehirge apırıp okutunlar deydi. Oshning dadiga to'q yetmabdi degan shu-da. Pul qarz elib kola setib olganimiz bilan kech yetib sahar turib tirmishib ishlab aran qizimizning o'qish pulini qamdab olsak, endi o'g'limiznikiga nega bormiz? Gapning rostini desam, mushundaq tatayotgan japoying qarab ballarni shaharda o'qitish niyatida yanamdiki degandim. Nima deganingiz bu? Men bolalarimizning bizga o'xshash mushundaq kunga kelishini hargizmi xohlamayman. Obdaroq o'yinib baqsaq bo'lamdikan. Yotqonga yiqib putuz kerak-da. Bu gapingizmi to'g'ri. Herhalde biz tirishib avval qizimizni o'sib o'qitib olaylik.
Keç o'p ketdi. Yaxshisi aramalayli. Balalarning ishini o'ylasamla beshim qotadigan bo'ldi. Erimi yaxshi ishki bo'lib qopti ekan. Jiqroq bo'lgan bo'lsa, qandaqmi qilardik ekan tang? Oş, bo'ldi. Artıq başqa turmang-a. Biz tatmagan qaysi japa qamıgan? 30 koy pul bilan to'y qildik. Mana hozir bir umdan bir qiz bir o'g'limiz bor. Ya'ni texi 4 qalimiz bor-ku. Hey, ishki gapning bir bo'lsa shundaqli deydi ekansan. Sen o'zingni bezlab o'tamsa yoki menimi? Amsa, qanday qilamiz? Danga. Meningcha, haqlardan qaza paqamdiq ya. Aytanga, kimdan olamiz? Eliqi savutdinchu. O o'g'lini o'ylashning taraddudini qilyapsa, bizga pul berib turadimi? Emis eliqi terichi Davuddinchu. Oş, mening undaq naahillarning oldiga bo'yin qisib bag'im yo'q. Hey. Qandaqmi qilamiz? Hey, ras eliqi shahardagi sut oladigan xaridorlaringdan so'rab baqamsan ya. Qo'ying-a, shaharliklardan ham tamoq qilmang-a. Ular oshqan toshqan qattiq quruq nonlarni sut hisoblab o'tkazdigan tursa, bizga pul qarz berib turadimi? To'liq ham xiyol qilmang. Voy xudoyim, meni bir kechili oqchashliq mo'may qilib etamdi kim odam. Bo'ldi, chiroqni o'chirgan yotimiz. Endi qandaq qilsak bo'ladi ekan? Mana keldim. Voy, siz mitiniz. Qani kiring. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi, rahmat. Qani kiring. Deganlarim to'g'rimi ekan? Kal sütünün haqiqatan foydasi chiqchimi? Mana chiroyingiz tunonkidan xeyli obdalli bo'lib qapti. Rahmat. Maryam? Voy, Maryam singlim, nimancha avaro olgansiz, ha? Tuzit qilmang. Men sizga sutni qaynatib beray. Ko'ringiz qayerda? Men tep beray. Mana, men topdim. Nimancha avaro ketgansiz? Bu o'zimiz tergan qo'noq. Ancha-muncha qora oshliq yeb berganning odamga ko'p foydasi bor. Shunga ikki tal og'ash kelgandim. Xasiyatli qaytib kelmadimi? Yo'q, texi. Agar siz uning qattiq gap qilamisangiz, men uning bir necha yig'iz gap qilib qo'yay. Uyingizda telefonmi bor ekan-ku? Qaytib kelamisa, telefon bo'lsin berib qo'ysa bo'lmamdi. Bola degan hamini bola-da. Shunmismi? Uni azroq qo'rqitib qo'ying. Ikkinchi unda qilmaydigan bo'ladi. Hojimada, men qaytib keldim. Voy. Ishni yapmay o'tirib ketibsiz-ku. Voy, Maryamada, yaxshimisiz? Xosiyat. Endi kelganingiz nemisi? Hojimadam og'rib, qattiq yetib ketdi. Sizmisa ishning yo'lini bilmaydi ekansiz. Endi ikkinchi unda qilg'chi bo'lmang. Vaqt to'shib ketdi emasmi? Men ma'musam bo'lmag'idek, xo'shamsa. Xosiyat, uzitib qo'ying. Maryamada, xo'shamsa. Xo'shamsa. Allohu akbar. Maryam xonning kirishi bilan kesilimi yaxshi bo'lib, ro'y oldimi tuzilib qoldi. Ya Allah.
Xasiyet, Ha? sütni akirib oldingizmi? Akirib oldim. Yana uyda yig'ilib qolgan qattiq quruq nonlarni kallasiga bersin deb ap chiqib berdim. Bo'ldilar. Atili ko'rishaychu. Cross hesaplash mashinasi. Dinlep gelip başkanı Hada, bu VCD plastiklarını odalımızdaki rəssam xoşnimizning xizmatchisidan so'rab olib chiqqandim. Siz choy ichgach o'tirib ko'rib baqmay, men sizga qo'yib beray. Qo'yib beqmay, ko'rib baqay. Men chiqib ketdim, ha?哎，简直太次了。真的这样。咱们喝杯威士忌怎么样？好，快点。Hacimede, tekçi çaylarını içmepliği. Çayları muzlap kalmışsın. Çapsan içi vasla. To'xtaxonada men bilaman 3000 qo'y pul degan oz pul emas. Lekin yil oxirigacha cho'qim qaytirib berapti. Siz men ko'p yordam qilgan, buni men bilaman. Biroq menda unchilik pul yo'q-da. 2000 qo'y olsun berib tursingiz. Lozini kilosi qancha? Xap bo'lmaysiz. Qanchdi? 1 qo'y 5 ming. 1 kilo beraman. Ma'qul. Qizim shahardagi to'liq o'rta maktabga o'tgandi. Rasli bagidagi olim yo'q. Meni xijil qilmagan bo'lsangiz. Bilamsiz. Shahardagi ash to'liq o'rtaga o'tgan bolalar ko'p emaskan, lekin mening qizim imtihondan o'tgandi. Qandaqlı bo'lmasin, biz bir nevri qarindosh tursak, qazi bergan pulingni qaytarolmay qolamanman. Asta. Hey, maqara, senmi bilsa, Rizvangul nihoyat yaxshi o'qiyotdi. Mush yuzi bo'yicha oldin qatorda o'qiganlarni Sancho, bo'ldi qig'ina. Biz uni shaharga olib o'qitiri degan to'q. Asta, unchilik chiq pulni qachon qaytarib ola olaydi? Shaharda o'qitaman degicha, yuzda o'qiyvas bo'lmamdi. Mush yilning oxirigacha sendan o'tmagan pulni cho'qim qaytiraman. Agar qaytarolmay qolib qolsam, kallarimni setib bo'lsa-mu cho'qim qaytaraman. Voy, gapimni anglasang-chi. Men urug' tuqqan deb seni qishingga keldim. Sendan so'ma kimdan so'rayman? Ay, zubon sumaysan-ku. Jex, gap qilmay, ma go'sht olib, bolalarga Men sen go'sht deb kelmadim, pul deb keldim. Ha, bo'ldi. Keling. Qanchalik olasiz, ha? Ha, ma'qul. Hey, Abdullah.
Unçuvala çiçilip ketmene. Bu tuqqallardan go men zadlı ümit kütüp bakmagan. Biz kembegal bolgandan keyin ular bizni nazarga ilmaydi da. Ularga halimizni aytgan bilen ular berber derdimizga yetmeydi. Özəngdə yox, aləmdə yox degan şu da. Bu pul həcəbmi özünü göstərdi? Opa, dada, qaytib keldi. Qaytib geldim lan bala. Opa, bu ko'rsatkicim qarab beqing'a. Sinif bo'yicha o'g'illarning ichida birinchi bo'ptimi? Yaraysa o'g'lim. Appa, O balam. Bunundakin texnik dada, qilishib o'qib. muallimdan anlasam, meni shaharda o'qitmoqchi bo'psizlar. Bu gap rostmi? Bu gap rostmi? Berib apangdan so'ra. Appa, muallimning deganlari rostmi? Obdan bala. Biz şunun amalını qıvatımız. Ajab yaxshi. Rustam, opamning deganlarini angladingmi? Anladım. Meni to'liq o'tir maktabni shaharda o'qiyman deyman. Ajab yaxshi. Qanchalik olsiz? Merhamada. Teşlikmi? Teşlikmi? Teştirdingizmi? Qanchalik kilo olsiz? alay. Hacimedem umdan turvatqan. Obdan turibdi. Oldidagilar tezroq bosanglarchi. Qandoq degan gap bu? Ma'qulmisiz? Men menga beray. Ning yodi o'sha. Ben Gonca. Bo'ldi, siz ishingizni qilavering. Bugun sizning vazifangiz tomoqni o'xshatib etishchimi? Ma'qul. Mehmonni men o'zim kutaman. Bo'ladi. Bering. Voy, Maryam xonim, keling. Qanday yaxshi turyapsiz, tinchlikmi? Yaxshi. Uyingiz tinchlikmi? Yaxshi, o'zingiz sallamasa saqib ketgan o'xshamamsiz. Xudoga shukr. Qani shukr. Halatim sevdik. Voy, samsingiz bo'ldi. Öyləringiz bək çıraylıqçımı? Şəhərliklərinin öylərini köp görüb edim. Lekin, bunda qaşəmətlikni anca kömətdikən mən. Öpçü. Elhamdülillah şükri. Şəhərinin qo həmələn emisi yaxşı. Şoğunası, havası yaxşı əməsdə. Çırın sağlam, çırın. Xaltınızı sevəsiniz. Şundaq çıraylık sahip camallı болып ketirkənsiz. Qarang. Ballarının dadısımı daim şundaq dəyitdi. Lekin bugün közüm içilib qaldı. Qaranga sizin çıraylıqlığınız ne? Nədikini? Onda xecilqim mən. Çırın. Qani. Xasiyyətdən anlasam, meni çaqırtıb dikənsiz. Bana daydıgan bir iş bam etdi. Heliq günü asmandan tushgandekli paydo bo'lib qaldingiz. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, bunchalik ishpa topmagan bo'latdim. Sizga rahmatimni aytay desam, uyingizning nadiligini bilmaydi ekanman. Shunga xosiyatni chaqirib kir degandim. Siz bilan birdan mungdishib o'tag'im batdi. Bu qanchalik ish deysiz? Men faqat xosiyatga bir ish bo'lib qoldim ekan deb ansirab, sutni og'ash kiribla to'g'ri kelib qoldim shu. Siz bekmi uchuq chiqishga qo'yalkansiz. Yana kelib qo'lingizdan bek ish keldi ekanmasmi? Mundaq maqtashlaringizga arzimaymanmi? Siz shahar sirtidan har kuni necha ton sutni kelib sotsiz. Harg'an ashqingiz demay turayli.
siz başqalar bilan shundaq chiqishid ekansiz, ular bilan aloqangiz yaxshi ekan, mush ko'chirikilar hammasi sizning ustingizni oladi. Ota-onangiz sizni o'g'il boldek g'ayratlik, jasoratli qilib beqibdi ekan. Uning ustiga siz gapga bek ust ekansiz. Meni to'la mazaq qilmang. Men tuzukmi gap qilolmayman. Bizning odam doim meni sening hamma yering yaxshi, shug'unisi gapingning tutam yo'q tavassa. Lekin siz faqat yog'lama gaplarni qilmaydi ekansiz. Odam sizning gapingizni anglasa, ko'ngli lappida echilib qoladi ekan. Bo'ldi. Meni to'la maqtab uchrayvermang. Bo'lmasa siznimi boshqa shaharliklarga o'xshash takalluf so'zning keyinda biror cho'ng hojati bor o'xshaydi deb qolmay yana. Dada, xotirjam bo'ling. Men u maktabga kira olsam, cho'qim tirishib, yaxshi o'qiyman. Obdan qizim. Deganingdek cho'qim yaxshi o'qig'in. O'qish puliga kelsak, uni opam bilan ikkimiz bir amal qilamiz. Nimali degan bilan shahardagi maktablarning o'qish sifati yaxshi. Bizning birdan bir umidimiz seni eng yaxshi oliy maktablarda o'qitish. Tirikchilikni, balalarni deb mushundaq qilyapmiz. Bizning odam yosh vaqtida minbin bo'lib, mashqda bir nashtal qo'riqsin sundirib olgan. Shundaqdimi bir xayrati bor. Etliz ishi uydagi malvaran shuningga qarashliq tursa, unga yordamlashmasam bo'larmi? Shundaq. Uyimiz shahar sirtidagi davan yesida. Dehqon xalqning qo'li qanchalik pul ko'rdi deysiz? Uning ustiga ikki balamiz bor. Uy shaharga yaqin. Qatnashmo xeyli qulaylik. Şunu buldur kuzda bir necha tuyoq kola setib elib, oz to'lib hojibrat xarajat qilib, xashlayapmiz. Xudoga shukr. Tiriklikda niyatimiz durust bo'lsa, noumid qolmaydi ekanmiz. Beshingizga har ish kelsa, yaratgan egam vaqti kelganda tegishlik jasorat, g'ayrat ata qiladi ekan. 10 yil ilgari chet elga chiqib edim. U yerda uzoqroq turib qolib, yotib qoldim. Chet elda bir necha yil turgan bo'lsam-mu, hammani yana o'z yurtga yetmaydi ekan. Mening o'z yurtimdan mehrimni uzamayotganimni ko'rib, o'lib ketgan erim mush uyni setib elib, menga saramjonlab berib edi. Kim bilsin, rahmatlining umri to'liq qisqa bo'lib qoldi. Nima kasal bo'pti ekan? Nima desam bo'lar? Yeshi 70dan eshib qolgan odamning nimadan og'rinchiligi bor deysiz? Shundaq emasmi? Bu gapchi u kishi bek boy o'xshamamdi. Shundaq. U to'liq puldor kishi edi. Dastlabda men u kishiga yotliq bo'lishni xohlamadim. Lekin u to'xtamasdan tuqqanlarni elchilikka evati. Keyin hajiga bordim. Hajini tugitiblar. Aram xudo kun kechiraman deb o'ylab, bu to'yga rozilik berdim. To'ydan keyin u mening o'tida kuyib, suyida eqib, xizmatini qilayotganligimni ko'rib, meni yaxshi ko'rib, e'tiborimni qildi. Shug'unisi rahmatlikning umri qisqa kelib, meni yolg'iz tashlab ketdi. Meni dog'da qo'yib ketdi. Unchalar qayg'uram. Bu dunyoda o'lmaydigan kim bor deysiz? Bir yaşangan kishining tartiga suv berganligingiz uchun savobini ko'rsiz. Rahmatli hojim o'zining ketib qoldig'ini ko'ngli tuyg'an chig'i menga nurg'un dunyoni qoldirib ketdi.
Şuncha ko'p taalluq qo'limda bo'lg'ashqa. O'shundoq boyashab turmush kechiryapman. Ajab sodda oldi. Unda Sizga yig'lablik ketdim. Hacimada tamoq tayyor bo'lib qolgandi. Chiqib yeb olamsizlar. Tamoqni birdamda tayyor qildingizmi? Shundoq Maryamada. Men kelgandan beri Hacimada sizni og'ziga tegmay maqtayotdi. Rahmat. Amiz chiqib tamoq yeyli. Tadınmay ilinə, xasiyət çay qoyun. Mana. Birəsi bilan həmrə olub qızalansa, nimi degan ko'ngillik? Qani. Yolg'iz odamning kuni bakmi tasdid ekan. Har qancha esil g'izo bo'lsa-mu, odamning tiliga tetmaydi. Xasiyət bor emasmi? Meningcha u xil tuzukda ko'rindi. O'g'u shundaq, lekin nima degan bilan u degan xizmatkorda. Adam ko'nglidagi gapni ko'rganlar odamga tegilmaydi ekan. Uning ustiga u balida odamning holiga yetamdi. Bu deganlaringizmi to'g'ri? Meni ko'rganlar ishga aralashgan deb qolmang. Siz bir hamroh tepasiz bo'g'dak. Yosh odam hammani yolg'iz o'tamaysiz-da. Olamadsiz. Og'rib qolsangiz yoki qiyirganda qanday qilasiz? Choy iching. Erimning qazo qilib ketganiga 3 yil bo'ldi. Shuningdan buyon yolg'iz yashab kelyapman emasmi? Ammo mushkullarda to'lib g'erib sinib ketyapman. Hilim yaxshi. Uyda televizor bo'lib qopti-ku. Bo'lmasa bu kunlarni qandoqmi o'tkazatdim? Buni siz tushunmaysiz. Tushunmamdigan. Hayvanat qushlarmi jufti bilan yashaydigan tursa, odam yolg'iz yashay olamdigan. Obdan singlim, yog'dek gap qildingiz. Men bugun sizni yordam qilamikin deb maslahatga chaqirgandim. Nima? Meni da'vatamsiz? Shundaq. Mening mo'g'u do'st yaran tunish bilishlarim bor. Lekin ularning ko'pinchisi taqvodor hojimlar. Ham hoji xonimlar. Ular bu haqda tish yerib eg'iz ochmoqmi tas? Ota-ona, qarindoshlarimga kelsak, ular Urumchida emas. Ularga degan taqdirdimi, ular nima deb o'ylab qoladi deysiz? Choy iching. O'zim topay desam, mush saloyitim, mush turqim bilan ayollar aralash to'plangan o'yin tamash so'rlarda jursam, haqla meni nim deb qola deb gap so'z chechakdan qo'rqaman. Tul ayolning kuni haqiqatan taskin. Ko'nala pul bo'lsa jangalda sho'rpa degani bilan, lekin pulmo hammaga qodir emas ekan. Shunday emasmi singlim? Ikkalan azaldan ko'rishib baxmagan. Lekin siz ilg'ib kuni menga shunday yaxshi yordam qildingiz. Bu mo Xudoning taqdiri. Bizning och singillik rizqimiz qo'shilgan o'xshaydi. Shunga sizga to'liq ishonsam bo'g'dak. Mubada urug' tuqqan, xulum xo'shlar, tunish bilishlaringizning ichida o'zi yuvosh, samimiy, muloyim birasi bo'lsa, surishti qilib baqqan bo'lsangiz. Albatta, bu ajringiz uchun sizni obdan rozi qilatdim. Mengan qadimingizni quruq qo'ymaydim. Hargiz undaq deyman. Siz meni shunchalik nazaringizga ilib, men shuncha ishongan yerda
Mənmə əlbəttə layiqli iş tutuman dəңə. Lekin bilmədim, sizə qandağaraq adam. Ondaq demisiniz-cu, mən sizə to'liq ishonayotgan yerda siz Bo'pti. Bu ishni mən bir o'qishib baqay. Agar muvofiq bir as chiqsa, men sizga darhol xabar qilaman. Vaqt bir yak berib qapti. Oy, Endi mangmasam, bolalarning dadisi xafa bo'ladi. yana birdam o'tdasangiz bo'ladi. Ma'qul, Quruq xo'sh, qaytadigan bo'ldingizda. Oy, to'xtang afkam. Sizga ikki qiz gapim bor, ma uy kiring. Kiring. Aldirmang birdam o'tiring. O'tiring afkam. Bu sizga tayyorlagan ozroq so'g'amni Hech qabul ishdan qilaman. hech ish yo'q. Bu nima ish endi? Undaq demang. Bu mening kichkina ko'nglim. Bunda qilsangiz qanday bo'ladi? Bu 2000 qo'y pul. Ikkimizning yuz ko'rish so'g'isi qolsin. Bo'lmaydi. 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 Bu mening ozroq ko'nglim. Men texsizga ish qilib bermay turib, bu so'g'larni olsam qanday bo'ladi? Men qilgan yordamingizga aytadigan rahmatim boshqa texi. Tuz qilmay eling. Meni xijil qilmang. Buni hargiz olamayman. Hargiz undaq demang. Ikkimiz ochi-singildek bo'lib qolgan tursak, yan texi meni yod ko'ryapamsiz singlim, undaq qilmang. Eling. Yo'q. Xosiyat, bir so'rayib qoldi chiqmay. Meni to'liq osal ahvolda qo'ydingiz-ku. Yo'q, undaq demang. Hargiz undaq demang. Endi bularni olamanmi? Voy, bu kichkina narsalar-ku. Mana akeldim. Ekran. Asta, nimsachchilik bu. Ha, bo'ldi. Malonni sevitayli. Bekli aldirab qoldingiz. Yana birdam o'tdasangiz bo'ladi. Rahmat, elimi toza Sizni o'tdadim. qondirvag'im batdi. Qo'nib qolgan bo'lsangiz ikkimiz toza mungdishatdiq emasmi? Rahmat. Bek koyib ketibsiz. Yo'q, Men bo'ptamsa. Buni ilib eling. yo'q bo'ldi. Endi buni olamayman. Yo'q, undaq dema. Amsam zot bo'lmaydigan o'xshamamdi. Amsizdan xaf bo'laman-da. Ma'qul amsa, men cho'qim bir amalni qilay. Yo'qib ketmay. Xo'sh. Bundakin kep turing, ha. Xo'sh amsa. Xudoyimga omonat. Ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum qizim. Va alaykum Hozir assalom. barki. Ba, qani kirishdilar? Qani kirishdilar? Sizda Hojim ada, mehmon keldi. Mana. Assalomu alaykum. Gulsajim, teshtiribmi? Talar salomatmi? O'zdircha teshtirdimi? Teshdimlar. Kelsa teshtiribmi? Teshdiriblar. Qani sizni quraytdingmi? Qani. Qani xo'sh. Xo'sh. Amin. Allohu akbar. Qanday teshtiriblar. Hammalarning uy ichilari teshlikmi? Teshtir. Hozxinim, o'zlarim obdan to'limiki, sizni og'rib qopti deb sizni yo'qlab kelaverdim. Shunda. Undan xil yaxshi bo'lib qoldim. Xudo shukr. Rahmat bolam, rahmat. Rahmat qizim. Rahmat. Qani choyga beqaylar. Qani. Asla. Nimasi davosiz? Tamaka. Xafa o'tamsiz? Albatta xapulayman-da. Man qara. Mushu bir necha kundan beri hadisli kishida kilgan bo'lib qolding. Sen sütüngni satmay, dallollik qilib o'tamsan. Nimanchilar sat gap qilgansiz? Men ikki bolaning onasi bo'lgan ayolingiz-ku.
haq samimiy ko'ngli bilan yordam so'rayotsa, yana bir talay pul bergan tursa, men shu bolalarimizning o'qish pulini g'amlab olamizbekin deb shunday qilyapman-ku. Ahmaq xotin ne? Xotin, mush 2000 so'm bilan bolalarning shayli ulatdimi? Mush 2000 so'm bilan ash xotinning shayli ulatdimi? Jim. Xotinning bag'rizligini. Biz har qancha namrat bo'lsak-mu, kunimiz qadravol o'tayotdi-ku. Kishilar unda qo'l sunmayli. Xudoga shukr. Balamiz xili aqlli cho'ng bo'ldi. Agar pul topolmay, dashad o'qitamasak, bizga o'xshash dehqon bo'lib ketadi. Yo'q. Men bolalarimni oliy maktabda o'qitgan. Ularning bizdek bo'lib qolishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Bir urma. Dada! Balam! Oppa, keldinglarmi bola? Aka sumkangni. Dada, Terlab ketganingni nima qara. bo'ldingiz? Eshitdim bo'lmadim qizim. O'zlaringlarni shu bolam. Darsinglarni tayyorlanglar. Men topshiriqlarimni ishlab qo'ygandim. Dadamga yordamlashay. Juring dada, ishimizni qilaylik. Opa, men topshiriqimni ishlab qo'ygandim, Maqsud bolam. Elingning tuzini yegaysan halol. Tuzchining oldida bo'lmagan halol. To'pongdan nima uchun yasal bo'lsa, tuzi yo'q tuproqdan tutmagay saqol. Ozg'ina ajrimga qilma tamanno. Maqtanchoq hech qachon bo'lmas dana. Ajringning qimmati zoti qanchalik, xaloyiq bergisi o'rinliq dana. Balam, sen bir tal yedin. Qo'lingni avayla qizim. Dadisi, sizni bir tal yeb qo'ying, ma'qulmi? Yemayman. Kompyuterimni aldamoqchiman. İşte, xiyolingizda men sizni aldab ketibman-da. Gap qilsam haddan oshib ekanda, işte. Bo'ldi, nima? Hacimede, çayını akırıp koydum. Hacimede, bugün burunrak aramasla. Hacimede, gözlerini açsıla. Sütçü Meryem edem kepti. Kim o? Sütçü Meryem edem. Hili sütçü ayol mu? He, o sizni pek saklap ketdi.
Voy nimishqa meni baldıroq o'g'itib etmedingiz? Chapsaroq bo'ling hamisi. Mariya, yaxshitirdingizmi? Tinchlikmi? Tinchtiribsiz. Yaxshtiribsiz. At deganda sutni setib bo'ldingizmi yoki men xush xabar yetkazgili kirdingizmi? Meni afu qiling. Qaraganda men siz topshirgan ishning hudisidan chiqqanmig'idekman. Kecha tun bo'yi o'ylab chiqdim. Lekin sizga loyiq kelgidek bir odamni topolmadim. Men taniydiganlarning hammasi dehqon odamlar ekan. Shaharliklardan sut oldigan xaridorlardan boshqalarni tanimaydi ekanman. Men yordamimni sizdan ayamayman. Lekin hozircha bu so'g'larni sizga qaytarib turay. Sakol keling. Avval choy pay ichayli. Xosiyat, choy kiring. Ana hazır. Shundoq. Rahmat. Bu ishda sizni qiynab qo'yibdiman. Buning kishidan yordam so'raydigan ish emasligini cho'qim bilishim kerakdi. Undaq qilmang. Yig'lamang bo'lamdi. Bu dunyoning ishlarini oldin o'lcharlamak to'limi taskin. Hajga berishdan ilgari men bu kishilarning zo'qigidek moda qizlardan itib talay yigitlar kaynimga kirgan. Tanlab tozga uchrabdi degandek. Qo'lidan ish kelmaydigan bir noahli qimavozga tegib qopdiman. Uning bilan 3 yil uy tutdim. Arada bir farzandlik bo'ldim. Balamni otsiz yetim bo'lib qolmasin deb tishimni tishlab hammadaki bardoshlik berdim. Lekin ko'p o'tmay bechora qizimga qizil chiqib qoldi. Uyda pul bisatning hammasini u quttirib tugitib o'tkazgan. Bechora bolamni davolatish amalsiz qoldim. Balaning ko'z oldimda o'lib ketayotganiga qarab turmoqdan boshqa amalim bo'lmadi. Keyin Xudoning irodasi bilan bu hojimga uchrab qoldim. O kishi yeshi cho'ng bo'lsa-mu, muloyim, oq ko'ngil, yuvosh odam edi. Gerçi o ko'nglimni olamagan bo'lsa-mu, menga intayin kuyunatdi. Holimga yetadi. O kunlarimiz to'limi tish. Shunday ko'ngillik o'tgandi. Ama hozir mana 9'um telligidek bo'lsa-mu, lekin yolg'izlikdan o'zimni yana bir sho'r peshan ekanligimni his qildim. Belki men maqsadimni aniqroq tushuntiramiga o'xshayman. Men hargizmo atoq obro'y, nom nasab, pul boylik deganlarni qo'g'lishib yurmayman. Menga faqat samimiy bir odam bo'lsa bo'ladi.
Bana fakat bir hemra bolsula. Halimga yetgidek bir adam bolsa bo'ladi. Bu qandaq mushundaq bir adam tepilarmi? Tepilibmi qala? Lekin Tushundim. Men tushundim. bu nima qilganingiz? Konularda adam kiyim bilan ot ega bilan degan gap bor. Adam o'zini tuzimis bo'lmaydi. Ma 3000 ko'yni ag'ash ketdim. Agar qo'li qisqaroq odam bo'lsa, mush pul bilan usti boshlarini o'ngshib olsin. Odam sat emas, kiyim sati deydigan gap bor emasmi? Masalan, sizni olayli. Agar sizmichi bir qo'r chiroyli kiyim kiysangiz, ravrus kirim qilib, yana bir jirish siz o'zini taqab yiqma, rosa ko'zning yig'ini yeydigan soyib jamonlardan bo'lib ketsiz. Sizni ko'rgan kishilar og'izni ichib qoladi. Oy. Keyin sizni-chi ayrim rozi qilolaman. Siz avval mening gapimni anglang-a. Ben o'tganda gapning hammani sana deb bo'lgan. Astagfirullah. Endi yana bu pulni ko'tarib kelsang. Uningga bir loyiq deb bersakli bo'lmadimi? Bizdan nima ketadi? Uning ustiga biz hozir pulga shundoq ehtiyojlik tursak, qizimizni o'qitadiganga Pulga ehtiyojlik deb haqning 5000 so'mini qaqib so'qitsa qanday bo'ladi? Bu qaqib so'qitganlik emas. U o'zi badi Abdulla siz to'xtab turing. Ha nima? Bu pulni men bolalarni Dallollik o'qitishdan... qilib topgan pulga men bolalarımni o'qitmayman. Bu nima degan sat gap? Bu pulning keragi yo'q. Pulni siz olmasangiz Ne men yapasan olaman. apa? Qanday degan gap bu? Bolalarning o'qish pulini qanday qilamiz? Qizimizni pulimiz qanday o'qitmoqchi? Siz deb ketma. Bo'lmaydi degan gap bo'lmaydi. Bu uyda men deganim bilsam. Endi qanday qilamiz? Senin gapinga kirib, odamni izlab baqdiq. Biroq hech qanday natija chiqmadi. Baka Adembeka, shapochlig'imiz qoldi shu. Nima degan avorchilik? Pulni qaytarib o'tayli. O pulni men allaqachon ishlatib bo'lgan. Nima? Shuncha jiq pulni ishlatib bo'ldingmi? Shahardagi to'liq o'rta maktabga qizimizning 1 yillik o'qish pulini to'ladi. Dadingizning ko'zga tushgan oqin davolatish uchun 1000 yuan berdim. Qo'limda yana nima qoladi? Hey, hamakat xotun. Bu ishni bitirib qilib bo'lmay turib pulni xajlab bo'ldingmi? Ma xotunning ahmoqligini aplijama. Sen hamakat xotunning gapiga nima deb kirgandiman, ha? Jahondagi erlarning eng ahmoqi xotin kishining gapiga kirdi. Mana men gaping kirganiga men bu ahmoq.
Man qarang, men bir amal topdim. Qandaq amal topding? Qandaq amaling bor? Eringni ichqib satmoqdan boshqa amaling yo'q sening. Setiversamchu. Hey? Ha? Rost setyapsan? Qara seni. Hey, Hacı xanımga meni berib etmaydigansiz? Men sizni shunday yaxshi ko'radigan tursam, rostini berib yetdimmi? Rostdan berib o'tadimmi deysan? Yolg'ondan berishing bormi titaqa? Sencho, mushu susatqandan beri o'zgarib ketding. Meni kesalman, pul topolmaydi demsan, ota-onaning ish ko'p demsan. Sen mushni bana qilib ajrashmoqchimi? Pul deysan. Sana zaten qanchalik pul lozim-te? Agar sen pul lozim bo'lgan bo'lsa, kallarni chiqib setitili, o'lim setitili. Siz nimandaq mening maqsadimni tushunmaydigansiz. Qandaq ishda qoldi? Sen zat maqsading nima edi? Nimandaq yo'lsizlik qilasiz? Kim yo'lsizlik qildi? Mening gapimni anglab baxmamsiz. Men sening gapingni anglagan. Endi sen meni do'pbek bo'lasan. Ko'rinish uchun mundaqli berib Sen birlar Allahni deysan. Nimandaq doimli yerim kecha so'qishib odamni uxlatmaysizlar. Gapinglar bos chiroyli qilsanglar bo'lmamdi. Dada, appa, yana mening o'qish pulimning jetilimi? Bo'ldilar. Pul uchun emas, bolam. Bo'ldi. So'qishmanglar. Men bu shaharda o'qimay, bo'ldimi? Balam, biz o to'g'riliq so'qishmadik. Bo'ldi, chiqib uxlanglar, bolam. Chiqib uxlanglar. Jirafkam, uyqumizni uxlaylik. Men bu shaharda o'qimayman. Dadam bilan kala boqaman. Kaladan yuzni baqsaq-ku, mushjidal chiqmas. Anlayapsınız, gapimni anlab berdim. Ham xiyol qilma. Siz bir ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Undan keyin Mumkin emas. bir mezgil o'tkazib, bana topib. Bu gapingni anglamayman. Nechasimiz chiqisholmaydi ekan deb qo'ydik kelmamsiz. Men hargizmi bormayman. Shunda qisiqlar u pulni qaytarmoqda yo'q. Yana bir oz pul undirib olaymiz. Uxlamay tush ko'ryapsan. Hozir tun yerim bo'lib qoldi. Bolalarning qiymini qilyapman. Emis o'zing bor. Satmoqchi bo'lsaq o'zingni sat. Ko'chada undaq ayollar ozmi-te? Yuzingni serib bitib, qo'sh xotinlarni dorab, ko'chaga chiq. Abdullah! O lanet takkur! Ma'qul. Bolalarim mushada qolib baqsin. Men nima degan shu peshona? Ey bo'ldi, vaqtdan o'g'ni ketib, vallahi o'g'ni ketib. Vallahi o'g'ni ketib. Afsusli shumi. Hacimede, al meni ne koyay?
Әкелің, маңа бер. Atan kamı, latan mı deb, əsli sizlə. Latınız kamkən emasmı? Bu kiyimlər sizə bəkli yarışıb getdi. Əgələ? Oş, sərralıqlığınızı çandırmana. Ay, şuna. Düşküm yok. Şunamsız. Oy, nemi daqılsız? Oldu qaytıp gidelim ço. Şuna, kep boğanda nemi daqılsız? O siz... İkinci qavatda. Ben ustam, rəhmət. Şuna. Maqara, kirmeyli ço. Ay, nemi daqıldığansız Ey, mənə? kirmeyli. Ben şu tapta kirip koysam da çıkamaydıqandek de tuyulup atıdı. Maqıl digine kirmeyli. Ey, kirmeyli. Acab qızıqkənsiz, ixtiyar özünüz tursa, xalq sizni nem qılalaydı? Meni kızgaldımıqdan qarğanda o bir sert xodda oxşamam da. Yakı olmasa terkisli var mı ya? Ularning binoga kirib kelganligini ko'rgandim. Uyga tex chiqirmayotdi-ku. Xosiyat, siz kirib ishingizni qilgan bo'ldi. Ma'qul. Qiziqkan sizga mamam. Manga xuddi kirib qo'ysamla chiqolmaydigandek tuyulib atadi. Undaq bo'lmaydi. Menga. Ay, to'xtam. Uni ko'ribla o'zgarib qolmang yana. Nimalarni da'vatqansa? Rastayma qiltaq ilinib qolmang. Amisi. Bo'ldi, chiranga. Oy, ular kelgan o'xshaydi. Men. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Qani kiranglar. Tinchlikmi? Tinchlikmisiz. Qani, shu qirg'i chiqayli. Qani xo'sh. Allahu akbar. Ishtirsizlar. Bu kishi erimning bir navri enisi bo'ladi. İsmi Abdullah. Teşekkürsiz. Bu yoq men sizga doim gapini qilib beradigan Gulnisa hajim bo'ladi. Xosiyat.
Әкелің. Қане, чайдан илің, Rahmet. Biz yoldan ötep ketiyotqach kirib o'tayli debli kirgan to'q. O'zlarini bak avar qilib tutdiq. Undaq demə. Hacı mədəm degan. Cahan köygen ayal. Hər qaçan mehmanlarga dastıqan ekan. Татынмай, мәселеге бекіңла. Чай için. Апа! Дада! Appa! Biz keldik. Qaytib keldi. Appa! 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 Hadi, dadamla apam yoxturdu o. Tazı obdan yedik. Dua qilib bering. Oy, tuzuk yemey. Nima qilganinglar bu? Obda yedik. Bak o'xshab tikandiq. Sizden kelsin. Amin. Allahu akbar. Rahmat. O'zini bak qayta tutdiq. Ma'qul amsa. Men mushinchilik o'tiray. Balalarning maktabdan keldigan vaqti bo'lib qoldi. Menmi qaytay. Siz Hacı mədəm bilən birdən paranlışıb andın qaytarsınız. Ben qaytmasam bo'lmaydi. Yen birdem oturup Helima. çay içip mamay. Tazı avar qildik. Birdem otursanız bulatdi. Xo'sh. Unda xos to'xtab turing. Ben sizden o'tirib qaytdim. Nima deyman? Ahvol qarab nima demamsiz. Ma'qul amsa, men qaytay. Quruqliq qaytgan bo'ldingiz, men asaqlasin bolalarga Yana aylanay. bir necha avar olib ketasiz xo. Bo'ldi, uzatmang. Mehmon yolg'iz qolmasin. Bo'ptimisa. Ma'qul, xo'sh. Xasiyat. Mahadashni uzitib qo'yg'ash. Taksini sep qo'ygunchimi? Voy, bo'ldi. Mani Bo'ldi. tamoqni bolalarga og'ash ketdim. Rahmat. At kelish unutib qolmanchimamisa? Xo'sh. Uyga chiqib olsam-ku. Uyga bo'lmadi. Tazim uzoq keldingizmi? Birdan paranglashib o'tirib qoldik. Qanday bo'ldi? Nimalarni deyishdinglar? Qanday qiladi? Men sizni rostila chiqishib qolsin deb ivatmagan. Abdullah. 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 Kopongnya mangayli. Turungnya. Dada! Dada! Apam mangayli.
Dada, qoping a. Rustam, qopamamiz. Mangayli. Rustam, mang. Dada, biz ketdik. Opa! Opa! Apa? Özlerim, tamam izleyemiz. Voy. Al aldın mı? Aklımdan birden kırıp vermem, aklı hoş. Voy. Qanav al. Valla teştik. Siz mi baxtda chiqdingiz? Kim qoqib tur ha? Voy, al aldın mı? Keşti barmay. Maqul hoş yapsın. Voy. Hacimede. Teştiripsiz. Teştiripmi? Ondan turibsiz. O'ldiring. Birden usuzluq bilan to'rtta keling. Bo'ldi. Uy ichingiz tinchlikdi? Tinchlik. Bizning hali tuqqan pisantingizga yaradimi? Qanday qaraqki? Yaramamdigan. Shundaq o'tdan tuqqaningiz borligini sadla o'ylamabdi ekanman. Turqidan yuvosh, muloyim kishidek qiladi. Shundaqmi? Men tex sizni jahon ko'rgan ayol tursa, bizdek saralıqlarni yaratmasmikin deb edim. Undaqmi bo'lamdigan? Saraliq bo'lsin bo'pti. Mening ota-onammi saraliqdi. Eling-a. Sizni xato tanlamabdimanchimi? Sizning sababingiz bilan bir yaxshi odamga uchragandek qilaman. U ilgari xeyli dard tatgan odamdek qiladi. Dada! Dada! Ha, Xo'sh emisa? Xo'sh. qizim. Dada! Sen chiqdinglarmi? Ha. Canım, qaytaylik. Dada, siz yana shaharga kiribsiz-da? Ben edigen sizni ekirip koyduğunu kirgenliğinizi ters çıkıp ketmedim. Mektapka kelgen tuncu günüler sabahdaşlarınız bozak kılıp sizni jığıltıp koymuşsun da çıkıp ketmegensin. Dada, siz pek yaxshijimi? Qanday kızım? Yaxşı boptu mu? Bo'pti. Nima? Qanday kızım? Burunqi yüz mektubun qaraganda bu mektep yaxşı mıken? Yaxshi. Muallimlaring, sabahdaşlarınçı? Hammasi yaxshi ekan. Bizning sinfda cho'ng boshliqlarning bolalarimi nechisi bor ekan. Ular mening izchil 3 yaxshi o'quvchi bo'lib kelayotganligimni anglab, menga nihoyat hurmat bilan muomala qildi. Muallim sinfda opam ishqalarimni maqtadi. Sizni maqtadimi? Ha. Muallim sizlarni yiroqni ko'rar, g'oyalik ota-onalar ekan dedi. Dada, ukamni mushu maktabda o'qitaylik-chi, dada, ha? Endi qanday qilay deysiz? Meningcha, u kishi bo'g'idek. Bo'y turqimi joyida ekan. Uning bilan bir mezgil oralashib ko'raymikin deyman. Turus. Avval sinab ko'rib yiqing. Keyin chiqishamay qolmang. O'zingizga ma'lum, men haji qilgan. Uning ustiga tul qoldim. Bir kishi bilan to'y qilmagan ahvolda oralashib yuraversak qamlashmas. Shunga meningcha nikoh o'qitib tursak bo'larmikin? Agar muvofiq ko'rsanglar, hozircha u mening uyim turaversin bo'ladi. U chaqda o'zaro tushunishimizmi oson bo'ladi. Nikoh o'qitamsizlar? Agar qo'shilmasangiz bo'ldi qilsakmi mayli? Yo'q, men emas. Meningcha men u nimdaydigan da'vatim ana. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Keyingi ishlar taqdirining o'rinlashtirishiga bog'liq. Ikkimiz chiqishib qolgandek, uning bilan chiqishib qolamiz.
Bu somkedagi pul minnatdorligimiz bo'lib qolsin. Bunday qilsangiz qanday bo'ldi? Qilmay eling. Qarsam, uning o'qishida Davomli kiyimlari shunday qiladi qiladi ekansiz. ekan. Boy bozordan bir qur yaxshiroq kiyim olgandim. Ag'ash keting. U almashtirib olsin. Eling. Buningdan keyin urug' tuqqanmi bo'lib qolamiz balkim. Bo'pti amsi. Hargiz tuz qilmang. Shundoq bo'lsin ukamma. Ma'qul. Ma'qul, xo'shamisa. Atda bizning uyga bir kapkasini etib qo'ying, ha? Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Xo'shamisa. Bu Kabe Beytullah'mı? Ha. Hey, nima degan haybatlik ha? Demak, sizlar bu yerga berib tikanlar-da? Shundoq. Men bag'an. Agar rizqimiz qo'shilib qolsa, silinimi Makkaga olib beraman. Menimi? Ha. Ikkimiz ibodat ham ziyorat qilg'ash, oz-to'la tijorat qilib kelamiz. Yo'q, bo'lmaydi. Men boramayman. Voy, bu nima deganlari? Hargiz undaq deymizlar. Hey, qarsam, toz xushalamasdek ko'rindilar. Ko'ngillarda bir ish bormi nima, ha? Turmush deganning bosh oxiriga bir nim demak ta'skan. Mening shundoq yaxshi bir oilam, bir qiz, bir o'g'lim bordi. Qayg'urmisizlar. Men sizning hamma azoblarini unutildirman. Men mana shu o'yla o'zlarining kelib igdorchilik qilishlarini kutib turibdi. Azroq pul olib berib, uylaridagi ishlarni izg'i selvasizlar. Bolalarni obdan o'rlashtirib qo'ysizlar. Andin odam chaqirib nikoh o'qitib olaylik. Qandaqli bo'lmasin, men muqaddas ibodatgohlarni tavob qilib kelgan ayol. Nikoh o'qitmay turib bu uyga kirib chiqib jursizlar. Haqlar so'z-cho'chaq qilmamdi. Shunga qoida bo'yicha odam chaqirib nikoh o'qitib olaylikmikin? To'y xitini kerak olsaqmi bo'ladi-ku, ha? Bo'ladi. Ha, endi qanday qildik? Gap qilmamsa? Endi sening nafsingga to'ygandir. Lekin pul xarjlagan kishining niyati bir er bilan tanishlar emas ekan. Sanza. Hammasi uy uchun bu. Acaba bu uy pul ishlaydigan menlimi? Ayni chog'da u bir odam tanishtirsanglar bo'ldi degan. Onun sizni bir ko'rikli ish boshlab kelishini kim bilibdi? Sencho, oxiri mush uyni vayron qilasan. Endi qanday qilib? Nikoh o'qitishga qo'shilganingiz uchun u menga
yana nurg'un pul berdi. Pulni olgandan keyin ishimizni ishimizga tiqib olsak qandoq bo'ladi? Undaqda menchi. Men degan yog'och emas. Mening oldimda turayotgani balki kishini maftun qiladigan nazokatni urg'ib turgan bir ayol. Biz uni oltimoq tugul. U meni ozdirib ketadigandak turdi. Bir kun emas bir kuni mendan ayrilib qilib, kim görüp yig'laysan-ki qani? Shu vaqtda ko'ramiz. Mumkin emas. Men uningdan yosh, u mendek chiroyli emas. Yana bir qiz bir o'g'limiz bor. Da'vatgan kipini. Sadaqan ketay Abdulla. Nemishqa siz ham ishni yomoniga jo'raydigansiz. Qizimizning shahardagi o'qish pulini topshirib bo'ldim. Uning qanchalik xo'shligini sizmi ko'ryapsiz? O'g'limizning o'qishining g'amini qivoldik. Ular to'liq o'tirni bitirgicha biz jon tikib ishlasak, ular oliy maktabga kiralislar. Biz murodimizga yetmamdik. Biroz chidaylik. Ballarımızın keləcəyi üçün, bizning kelgusimiz üçün bir mezgil bardoshlik berim. Sizni iyak ivatishga mening ko'nglimni unaydi demisiz? Yolg'ondan bo'lsa nikohni qilaylik. Endi biz haqni oldiganni oz deb, Xudonim aldaydi ekanmiz-da? Endi qanday qilamiz? Bizni Xudo o'zi kechira. Xudo bizni kechira. Navoda hukumat bo'lib qolsa qanday qilamiz? Bu qonun bir taqildigan ish tursa. İnim Abdullah, kechirgaysiz. Ahvoldan qaraganda to'yxat ammabsizlar. Shunga bu nikohni o'qishga bo'lmaydi. Ahmadjon sizningcha shundoq. Hozir jamiyatda ba'zi oxun imomlar ozgina pulni ko'zlablar. Kim taklif qilsa, to'yxatini surishtirmaylar, berib nikohini o'qib, qo'sh nikohni qilmishni paydo qilyotdi. Bunun bilan nurg'un qizlar ham nurg'un oilalar bu xil qilmishning ziyniga uchrab, xoni vayron bo'ldi. Shuning uchun bu nikohni o'qimaganimiz durust. Albatta. Sizlar undaq odamlardan emas. To'y xitinglarni epoplar bizni chaqirsanglar, kelib nikohinglarni o'qib qo'yamiz. Bo'ladi. kechirsizlar. Choyni ichdik, yeydiganni yedik. Ham biz qaytdilar. Shunday qildi. Qani. Amin. Amin. Allohu akbar. Rahmat emiz. Biz qaytamiz. Qani. Bo'ldi, uzatmaslar. Qipqaslar. Yo'q bo'ldi. Biz ustib chiqili. Ma'qul emiz. Ma'qul Abdurmajika, Ahmadchinika, Mijidka xafalaşmaylar. Xo'sh emiz. Xo'sh emiz. Har qaysini bavar qilib aytdik. Rahmat. Xo'sh emiz. Oy. Qani, juqurasizlar. O'tiring. Yo'q, siz o'tiring. Yo'q, o'tiring. Ularning deganimi to'g'ri. Ularmi bizga yaxshi bo'lsin deydi. Aldırgan yolda qala degandek ish bo'ldi. Shuni deyman, meningcha bu ishga ancha aldirib ketmasak bo'g'dek. Singlim Maryam. Bu gap sizning gapingizga o'xshamayli qoldi. Men asli Abdulla bilan bir mezgil sinishib, ondan to'y xiti olsaqmikin deyishgandik. Endi hamon oldigan bo'lgandan keyin vaqtida evitaylikmikin deyman-a? Bo'lmaydi. Sizlar texmini tushunmaylar.
Oy, neymiş tushunmagidekmi? Rostdan desam, silni tunji ko'ribla yoqtirib qolgandim. Bu mening texi ballarim bor. Ularning qanday o'ylaydiganligini kim biladi deyla? Men o'ylab qo'ydim. Balalarning onasiga ozroq pul berayli. Hozircha balalarga u igidorchilik qilib tursin. Biz to'y qilib bo'lgandan keyin qachonli bo'lsa balalarni qishimiz aytib bo'ldi emasmi? Yo'q. Bo'lmaydi. Navoda ikkimiz abdishamay qolsak, shuncha jiq pulni qanday to'lab beramiz? Sizlar bizning ishimizga zotlik ko'ngilshmayotdilar. Men undaq ushuq, ta'tirmijaz ayol emas. Hamma ishni o'z ixtiyorlariga beraman. Navoda men ko'ngillariga yoqmay qolsam, men bilan birga o'tkinlari kamisa, oylik kelsakmi bo'laverdi-ku. Pulni talab qilmayman. Abdullah, Hoji madamning deganimi xeyli o'rinliq. Seni zat ayollarga nima ish bo'ldi? Qandoq degan gap bu? Abdullah, chiqdingizmi? Akilanga ajrashqinimizni xabar qilib qolmasa. Nikadımı ajrashdik. Hammani dignidak qildim. Aqilti yaxshi bo'lg'ay, ilohim. Men uyda yo'q chaqlarda o'ylarimlarning ishlariga yetishmasam, uydagilarni yordamga chaqirasan. Endi bolalarga nima demoqchisan? Ish qilib rost gapni demasmi? Bo'lmasa ular boshqacha o'ylab qoladi. Lekin ularga deydigan bo'lsang, ko'ngli yerim bo'lib bizni ranjidi-da. Amsi qanday qilamiz? Amal qilib tezroq yenishib olamiz. Sizmi u yoqda uzun turib ketmang. Bolalarni yo'qlab uyga kelib turishni unutib qolmang. Menga yordamlashib turasiz. Sening bundoq yomonligingni men hargiz o'ylab boqmabdi ekanman. Yomon? Bu nima deganingiz? Boshqalarni aldab qolmay. Menimi aldidim. Men seni rostli bo'shchaqlab ekanman. Mana endi o'z uyim turug'liq. O'z uyimga qaytolmaydigan bo'ldim. Men zodi nima qildim? Men zodi nima gunoh o'tkazib qo'ydim? To'y qilib mushkungacha mening sizga 50 qo'yliq bir narsa og'izgan yerim bormi? Siz meni tushunmisiz? Meni endi kim tushundi? Vallahi demisam, bana bu nima ko'ngilli? Oy, bo'ldi, shig'limag'ina. Hammasimiş bolalar uchun ku. Mübarek olsun. To'y qilib o'tsizlar. Voy, bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Muborak bo'lsin. To'y muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Allah qo'shtiriblar. Qani, marhamat. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'linglar. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qani, elana. Soqash o'tirma. Mana o'tirma. Ha, bo'ldi. İnslah bilmem, inslah. Gözlerime asıl. Qani. İnslah.
Opa, kuzgum içip gitti. Balam, mən kanın sıyıq etib, andan tamaq edib verəysizlər tapşırğınlarını işlənlər, hə? Ukam, yaqindan beri apamның kayfi tas joyida emas. Ular nemish qochirishib ketgandi. Bir haftadan o'tib o'tibdi-ku. Rastını desem, ularning bizga bildirgisi yo'q ekan. Esandimi? Eyliq kuni kechda apam dadam ikkisi qattiq so'qishib ketmadimi? Şunu ular yaqindan beri g'alit bo'lib qopti-kanda. Bo'ldi, topshiriqni yoza. Endi sen hayvon qildingmi meni bo'za qilmagan? Tepa! Mana tepa! Asla, asla. Doktor Pirsla. Asla. Mayakka. Oysla. Bilemsiz, ben aselden arak içmekmeğen bugün mimarlı ussuzlukka arak arlaştırıp içkizi ötüptü. Hiç ne bulmaydı. Oy, ne oldular? Astıydı asla. Ay. Çıraylık, bek çıraylık. Benim xotnum bek çıraylık. Bilemsiz. Bek çıraylık. Bugün hiç gelmeydi bu. Keçikten bu. Meryem'den tek gelmedi mi? Kündü bakış kep bulup duran bu. Şimdi deymen. Boğan bu. Saatin bir yerde. Şu emasmi? Tünügün sizlarni ko'rdinglar-ku, u dehqon bo'g'ashqa bek yuvosh sodda odam ekan. Keyingi ishlar albatta o'zimga bog'liqda. Anam doim banda oldirgan bilan xudo oldirmaydi deydi.
Her işinin öz vaqti saati bo'ldi ekan. Shunday emasmi? Tağamның idarəsidagilar onun usuzluğuna haraqni qo'shib ishkizib yetibdi. Ta hozirgacha masliga yechilmay tex uxlayotdi. Shundaq qarmoqqa bek temkin gap so'zlarimi o'rinliq ham qoida yo'sinliq ekan. Agar dadam bilan opam kelgan bo'lsa, cho'qim qo'shilib ketadi-da. Shunday bo'ladi. Shu. Shunday qilamiz-da. Hay, men sen keyin telefon qilaman. Oy. Mijozlar yo'qmi? Abdulla? Nim bo'ldilar? Sizlar bu men Opta uxlabdimi? Kechirsizlar. Akşam ular menga ko'proq ish kuzatibdi. Sizlarga avorchiq tepamagandimi? Oy, yo'q. Kechini shunday yaxshi o'tkazdik. Abdulla, mavo kiyimlari o'rinlardan turib, juyinib. Hojimadan Almashtiryapsizlar, ha? Mana. Uningdan choy iching. Men o'lay. Hey. Astagfirullah. Hojimada, hali sut chiqotdim. Oy, undaq deyman. Endi tuqqan bo'lib qoldik emasmi? Kechirsizlar hojimada. Maryam odam sut tukunini texchi oshmabdi. Nima? Sut tukuni oshmabdi? Yo'q. Nemish bo'lgandi? Bo'pdamisa. Sincha damlayvering. Ma'qul. Chaqqan bo'ling. Nima? Maryam sut tukunini texchi oshmabdimi? Oshmabdi. Abla. Ben berib ballarni ko'rgach, uni yo'qlab kelay. Ma'qul. Emiz ikkimiz birga boraylik. Tunugin o to'yg'imi kelmadi. Man qarasizlar, sizlar aldirab bormisizlar. Men bu ballarni burun ko'rsatishni xohlamayman. Uning ustiga mahaldagilar so'z cho'chaq qilib qolmasa yana. Nemish so'z cho'chaq qildik? Shahardan bir ojiqinimni boshlab kelib, bizga ko'z-ko'z qilg'in kapti demamdi. Bo'pdamisa. Sizlar chapsan juyinasizlar. Men ballar so'z ham tayyorlab qo'yay. Meryem! Abdullah. Meryem. Meryem. Ben sizlerni unutib qolmadim. Ben sizlarga o'z sepiray.
Meryem, özümüzün kalısının sütüdün birçini ekiline. Bek işkim kep ketdi. Amına. Ötdiyeni bir miymigenma? Oy. Bu neken dükkanını açmay koymancı mı? Ben bek ensirip gitedkenme. Mundiyin kindaysiz go. Qaytıp gelginiz yok mu? Xuda turuptu. Müşkemnin özdüla bu öyden hergiz ketkim yok. Meni aldıman. Ben sizni kaçan aldap bakkan. Kağıt kalem var mı? Nem qilay deysiz? Ben şu to'g'riliq qasam qilamanki, 2 oydan keyin bu uyda... Nima? 2 oy? Ems qancha kun? 15 kun. Ha, bo'pti, 15 kun bo'lsin. 15 kundan keyin bu uyga cho'qim qaytib kelaman deb Abdullah. Men. Ay, u qanday qaraq? Bo'ldi, mushkatlarni so'ramang. Hacimede, atak boldu. Abdullah akamda veltip soqqa tipken tutuqarlap gitipti. Onu başqalar yüleştirip ekilip attıdı. Qayada? Abdullah akam, astır. Oy Abdullah, qayani soqib etdi. Tutuqarlap gitipti. Astaraq safağı verip o'tağızınla. Astar. Astır qoltu. Astar. Xosiyat, chaqan dak bilan tuxum etchiq. Mana. Hech qiz yo'q. Xudoyim. Bek og'riyotamda. Hojimada, boshqa ish bo'lmasa biz qaytaylik. Oy, sizlarga rahmat. Sizlarni avar qilib qo'yibdi-qa. Yaqay, unda rahmat. Rahmat. Ma'qul qo'shamiz. Mana, olib chiqdim. Mishama. Asta. Oy, nada so'qib etdi. Astagfirullah, nima palakatchilikni. Oy, og'rib ketyapti-da. Oy, xudoyim. Azroq chidisizlar. Tolımı xijilman. Sizlarga hech chiqib bermay turibla sizni parakanda qildigan bo'ldim. Undaqmi deb ketmisizlar? Ikkimiz degan er-xotin tursak.
Ma'qul bo'ladi. 谢谢啊。我要办公机。钱给你了。Mərimədə. Ay, teşlikmi? 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 Hacı mədəm qanda qara. Yaxşı. Abdullah akamı yaxşı. Məryəmədə öyə kirib oturub paranlaşıb getdin, hə? Qancha qalsız? Yarım kilo bo'lsin. Sizchi 1 kilo. Mana bu. Mən. Rahmat. Ular chiqishib qoldimi? Ular bək çıxışıb getdi. Mən də salam edirəm. Əfəslər qoy berək. Ma'qul. Aldırmıslar. Astarak. Bo'ldi, qo'yib pasla, o'zim men paqay. Rastda yerlandim. Bo'pti, men paqsla. Qanday qilmaganim ekanman? Rastla yaxshi bo'lib qoplar. Cisle. Oy, Məryəmədə. Teşlikmi? Teşlikmi? Qani kira. Oy, asta. Men chiqib qarab baqay. Teşlikmi Hacı mədə? Siz yetdiniz? Yaxşıdırdınızmı? Teşlikmi hazırlı set bulub, yoxlab çıxay deb kirib edim. Oy, rəhmət. Yaxşımısınız Abdullah? Oy, Xudayım ey, bu neymiş? Tey çıxın. Oy. Oy, nim bo'ldi? Qachon shunday bo'lgan? Xasiyat menga demidi-ku. Oy, Xudoyim. Toyning atisi etdiganda, u sizning do'konni ochmaganingizni ko'rib, ballardan ansirab, sizlarni yo'qlab kelgili ketgan. Qaytib kelayotganda, velosipedlik birisi suv quyibdi ekan. Sizlarni ansirab qolmasin deb degizmidi? Jiroatingiz ig'irmi? Yo'q. Hech gap yo'q. Qaraganda nikoyimizga hasad qilayotganlar bor o'xshaydi. Ko'z tekkandek ish bo'ldi. Man qarang Abdulla. Yomon ko'zning xoli bo'lish uchun sirtqa chiqqanda kambag'allarga oz-to'la sadiqa beraylik. Kelgan bola qaza shuning bilan keta. Shundaqmi Maryam solim? Hech yo'q. 9 kun bo'ldi. Yana 15 kunga qolmay saqib ketaman. Bo'pti. Ig'ir bo'lmasa mayli-ku. Men qaytay. Yana berib balaga tamaq etmasam bo'lmaydi. Mening ballarimni yo'qlab qo'yasiz. Ularni bak sig'inib ketdim. Ularga deb qo'ying. Men patarda qaytib borman. Ma'qul. Ularni bak sig'inib ketdim. Ularga deb qo'ying. Men patarda qaytib borman. Voy. Aman Abdullah. Ashundaq. Nima? Ma'qul. Ma'qul. Bo'ldi. Bo'ldi. Boyaq telefon kimdan kelibdi? Abdullah?
Bu yoq kesle. Bayqı telefon yurtlardan kepti. Dadları ağırıp doktorxana yetip qaptı. Doktorxanda Bak ensirep ketmisler. nim bo'lgandi? Eng yaxshisi berip yo'qlab kelganlar yaxshimikan deyman. Bak ensirep ketmisler. Xudoyim shifoliq berib qola. Darhol yo'lga chiqsizlar. Men bilan birga bosli bo'pti-ki. Baray. Men birga baray. Akşam telefon keptiken aldıraplı ketip kaldı. Nem bağını ben mi bilmedim. Hoş ben kettim ha. Ay. Hayatımdın ketmez hiç yara Ve ya ki dil kuşluk çekip kalbini Uzman idi dil aramini Ne için sendeki şu şirin söygü Basam idi bu taşnalıkını Ya ki söygüdün tatsak uysan Sanmıdım bunundaki hakikati Ya ki söygüdün tatsak uysan Sanmıdım bunundaki hakikati Ağlasın can olsun İnsan hepsiyle öpsün ömrüm Ağlasın can olsun Hamşirat söygü izdek verdim kadar Ağlasın can olsun Yandım oldu şefkatsiz ümşe Ağlasın can olsun Bu kadırga kılmaz diyelim Kılmaz değil aman Özür dilerim.
Ben... Meryem! 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 Sen... Ben huzurlu aydınımda kaçıp geldim. Vallahi kine. Vallahi çok. Kallar sikrettim. Allah'ın afatı kapıp koydum. Bu ne mi kızını? Sizden kaçak kaçırırsınız. Onun dadısı yemini kazak gitti. Siz diye benim eğrim. Ben hazır onun mu yeri? Bu diye sakta. Kim saktıdaydı o? Sizge o netçilik erkutum. Ben onunla bükünlük basıp erkutum. Sizge o gerek bundan mı? Sana çok. Sana ben gerek var zaten bunu mu? Bu evden kaçıp yakışkemezsiniz. Bu evden. Vallahi size gerekmiyor. Meni sadır nemi kıldaysa? Bana azırak vakit vermemsen. Onun bilen toy kılış kustağımı sen. Onunla ajırış kustağımı yanılı sen. O hazır musibet üstüne tutsa. Meni sadır nemi kıldaysa? Ondaqda mənçim. Onun şunçilik köngül bölüdü ekensiz. Meni nimiş qoylap mı qoymaysın? Muş çıkkaydım beri. Meni o nemi kıllarını köngünüm bilemsiz. Bunun hemmesi seni gazaptım. Sana pul gerek emas mıydı? Bir yolda hem pulga hem adam girişemeysen de. Hemsi ben kim için şunda kıldım? Muş öyle. Hem bağlarımız için şunda kılmadım mı? Hemsi ben çok. Ben sana nefsaniye çıkanın kurbanı olup gittim. Gelin. Onun siz pullarını apırt verin. Apırt verin. Ben namı kallan sütü ettim. O benim elimde pulgu sütü var. Ben de kavga yakın mısın? Hey, o allı kaçan beni setivagan. İnsanda yok mu? Ben hazır onunla kanunluk erkotun. Bunu sıkmaz bulmam mı? Niyeti bozulgan eski siz kimsiz? O baykutun allı kaçan gönlünü çıkıp kalın geldi. Ağzını şun. Bu ışıkı ben eyiplik. Ben senin gibin kirgenligim için günahın hemisi mende. O bayvas ne boktu? Onu çıdım ayvata mısınız? O namussuz bir işim. Ben ballarım da demesem. Ben üyege berip senin muşkunga koyattım mı? Ben muşu öyne demesem toyunum ertesini putumu zahmilendirulattım mı? Muşularının hemisi sizler için ko. Ben fakat o ayalığı yüzsüzlük kılanmamadım ben. Acaba bende başka niyet var mı ki? Benim maksadım buraya kayıtıp geliş. O yerde paragatı yaşap, bu yerde gurbette yaşasam mı? Ben yanılı işki balının dadısı. Bu önüm anı sen özden terip eden kıldın. Lekin benim o bir güne ayalığı azap egim yok. O diyen günahsız. Abdullah! Süleyman azar verdim diyelemle. Hasiyetsiz ne? Naimlikti koymadı. Hemme ahvalda bana dedi. Komiser hacım, ben sizlere düşendireyim. Sile işkınlar. Birleşip beni kalktı soktu kıldınlar. Yine bana işencimle. Hissiyatımını tepsemde kıldınlar.
Qıvandınız mı? Lekin ben sizni layık tanıştırın dedim. Herkes mi? Eriniz bana setip verin demedim. Nikah qilamiz, to'y qilamiz degan o'zingiz-ku. Abdullah. Ben seni sevmeyeyim. Ah gönül yavaş adamdım. Oylab dikenmi? Lekin manda rezil peskeş adam deb o'ylamab dikenman. Komiser hacım. Seni mende yülençigi yok. Bir yegane ayolni bo'za qildilar, mushqa qalırga hijil bo'lmandilar. Seni shunchoq bag'ir tashladimmi? Gülnazarcığım. Erimni tillashda nima haqqingiz bor? Bo'ldi. Shunda mening sizlarni tillashga haqqim yo'q. Men nima degan ahmoq, nima degan hamoqat. O'limtimgina ishinib ketibman. Bo'lmasa mening turmushim shundoq baxtsiz bo'larmidi? Bo'ldi. Yıqlamizlar. O'ltasizlar. Polning eziq turishiga yo'l qo'yganmi o'zim? Nafsining kayni kirganmi o'zim? Kam aqlli qilib oldi kaynimni o'ylab ko'mabdiman. Hamma ayib menda. Meni kechirsizlar. Meni afu qilg'aysizlar. Xudo meni yetkichi jazoladi. Tinch xotirjam oilamni yo'qotdim. Bir ayolning menga bo'lgan hurmatini yo'qotdim. Xudo. Elimde ikki balamdan ayrılıp qolmag'ayman. Bo'lmasa hacım. İkkimiz to'y qilib, meni oz kun bo'lsa-mu kutganlari uchun ko'pdan ko'p rahmat. Lekin pul hammaga qodir emaskan. Mo'rt kelganda baloy qazo olib keldikan. Bu pulni asla Bu darvaqa bir ko'ngilsiz hikoya. Bir haftadan keyin
Abdulla kalı satqan pulni Gulnisa hacimga qaytırıp berip, onun bilen nikahdan ajrışıp, öz uyiga qaytib keldi. Halbuki, onun keyingi kunlari yana burunqidek tinch, xotirjam o'talamu. Eng oxiri ular zodi nemaga erishdi, nemani yo'qotdi. İntizarlık ne üçün senin hayatındın ketmez hiç ya veya gidil kuşluk çekip kalbini uzman idi dil aramini ne üçün sendeki şu şirin söygü basar mıydı bu taşnani beni